biz kutmagandik bunaqa bu darajada bo'lishini. Lekin shu paytgacha bilganlarimiz umuman hech narsaga tegmasgan his qildik. Assalomu alaykum. Allohim shu olgan ilmimiz hammamizga xayrli bo'lsin. Biz kutmagandik bunaqa bu darajada bo'lishini. Misol hammamiz 30 dan oshgan, 25 dan oshganmiz kamida. Lekin shu paytgacha bilganlarimiz umuman hech narsaga tegmasgan his qildik. Kursga kelganimiz sababi farzandlarimni shu yerga olib kelganman. Muhammadali Eshonqulov va 5 yildan ziyod kuzatib boraman hammani qilarini, videolarini, boshqalarini, darslarni. Keyin o'sha niyatim bor edi. Shu farzandlarimni shu Yuksalish Liderlar Akademiyasiga olib kelishga. Shu ikkinchi o'g'limni birga akasi bilan birga kelish uchun 10 yosh bo'lishini kutdim. O'shani 10 yosh bo'lgan ikkalasini birga olib keldim. Bu yerdagi atmosferani farzandlarimga ham ancha yoqdi. Yoqqanidan keyin o'sha ota-onalar bilan bo'lgan suhbatdan keyin mana shu kursga qatnashishga qaror qildim. Kursga qatnashishim kerak deganda o'sha Ikromali ustozni o'z-o'zimizni anglashimiz kerakligi haqidagi, o'sha farzandlarimiz tarbiyasidagi o'rnimiz haqidagi majlislarda o'shandan keyin qaror qildim. Shu anaqaga qatnashishim kerakligini. Chunki baribir hozir hammamizning muammoyimiz asabiymiz. Bolalarimizga ko'proq vaqt ajratish o'rniga ko'proq ularga jahl qiladigan bo'lib qolganmiz. O'sha narsalar haqida tushuncha bergandan keyin shu kursga qatnashga qaror qildim. O'qishi kerak emas, o'qishi shart deb hisoblayman. Nimagaki bizda shunaqa narsa bo'lib qolganki, hozirgi zamon ota-onalarida farzandlarimizga vaqt ajratishimizni ularga faqat tanbeh berish bilan, ularni faqat o'sha kamchiliklarni ko'rsatish bilan, ularga faqat o'sha o'zimiz yoshligimizda qiynalyapti-ku, ular qiynalmayotganini isbotlash bilan o'tadigan bo'lib qolganmizda, ular bilan oddiy suhbatlashishni bilmaymiz. O'zim mashta o'rganganlarimda sizlarda ham shunaqami deb ota-onalarga ba'zi birlarga savol berganimda, mendan ham battar muammosi ko'p ota-onalar bor ekanda, men hali muammosiz farzandlar bilan bemalol chiqishib suhbatlashib ketadigan ota-onani ko'rganim yo'q. Bu yerdan keyin o'sha ish jarayonimda ham borib gaplashib suhbatlashganimda shundan bildimki, biza qanaqadir nimanidir farzandlarimizga yaratishimiz uchun birinchi bo'lib o'zimizda nimanidir yarata olishimiz kerak ekaniga xulosaga keldim. O'qish kerak emas, o'qish shart deb hisoblayman. Agar ustoz bu yerda o'qiyotganinglarni hech kimga aytmanglar deb tayinlagani uchun aytmadim, lekin men o'zim 45 ta 50 ta hamshiraga dars o'taman. Hammasi deyarli ota-ona ularni o'shalarga o'sha dars o'tish jarayonida mana shu haqida ma'lumot berib ketgan bo'larman agar ustoz ruxsat berganlarida. Negaki har bitta alohida onalar uchun ham, otalar uchun ham kerakli dars deb hisoblayman. Oqladi. Bir so'z bilan aytganda oqladi. Uni bittama-bitta tushuntirib o'tirish shart emas. Kurs o'zini oqladi. Nimagaki oddiy havasimiz uchun ham, keraksiz narsalarimiz uchun ham, keraksiz buyumlarimiz uchun ham uyimizda bor bo'lib turib, yana qo'shimcha uni ustiga buyum olish biz ayollarga xos narsa. O'sha narsalardan ozgina tiyilib, o'sha narsalarni keraksiz narsalardan tiyilgan holda mana shu narsaga qatnashish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Farq bo'ldi. Farq endi o'zimda birinchi bo'lib, chunki es hayolimda o'zim bo'lib qoldim. O'zim mana shunaqa qilishim kerak, mana shu vazifa bo'yicha mana shu hozir shunaqa deyishim kerak deb yurgan paytimda bitta qiziq holat bo'ldi. Men shunaqa ekanman, har bitta narsaga emotsiya bildiraveradigan odam edim o'zim. Keyin bir kuni shunaqa holat bo'ldi, o'zimga kulgili bo'ldi. Instagramga istoriya qo'yibdi. Men shunaqa degan, men dunyoni ishlarini kenayimga aytsam, kenayim hech narsa demasdan menga qarab turaveradi deb, короче, bitta multikdan deb burnini qisib qo'ygan istoriyasini qo'yganda keyin so'radim. Mana haqiqatdan shunaqa bo'lib qolganman desam, ha, kenay dedi, oldin har bitta narsaga dedi, bittama-bitta anaqa yondoshib chiqardingiz. Hozir unaqa emassiz. O'zingizga kerakli narsaga qaraysiz, keraksiz narsaga qaramaysiz. Oilada ham o'sha har bitta narsaga aralashmaydigan bo'lib qolgansiz deb tashqaridan eshitganim shu bo'ldi. Lekin o'zimdagi o'zgarishda bildim. Birinchi o'chirtda o'sha yaxshi, juda ham yaxshi. Nimagaki haqiqatan ham o'zimni ishimdan tashqari narsalarga ko'p vaqt ajratar ekanman. E'tibor bersam, hozir ko'proq vaqtimni ishimga qaratganim uchun ham bo'sh vaqtim ham qolyapti, ham farzandlarim bilan ham ishlashga vaqtim qolyapti. Kallam tinch.
eng muhimi kallam tinch bo'lib qoldi. Shular.